Assalomu alaykum. Avvalgi blog va mana bu ko'rinib turgan blogimiz A5 blog bo'lib hisoblanadi. Avvalgi blog A5 bloglarimiz ikkinchi etajlari tugatilib, tom qismi yopilib, faqat o'sha atrofida sement qo'yib, g'isht terishga tayyorgarlik ishlari boshlangan, nasib bo'lsa va hozir qolgan bloglarimizni ham imkon qadar ko'rsatib o'taman. Sizlar imkon qadar mana shu videolarimizga like bosib, tarqatib turing. Mana qolgan bloglarni ham bir qator ko'rsataman. Qani ketdik. A4 blog bo'lib hisoblanadi aslida. Ikkinchi etaj g'isht terish ishlari boshlandi. A5 avvalgi bloglarimizda 3-etajga tayyorgarlik ishlari ketmoqda. Xudo xolasa tez kunlarda 3-etaj g'isht terish ishlari boshlanadi. Bu albatta sizlar sizlarning duolaringiz bilan. Mana bu yerda ko'rsataylik sizga. Auch blokdan so'raganlar uchun maxsus mana Auch blogimiz hozir ko'rinib turibdi. Bunda ham o'sha pilta qo'yishga, sement ishlari, xullas pilta qo'yishga tayyorgarlik ishlari ozgina qoldi. Xudo xolasa o'shani sement qo'yilgan, atrofdagi sementlar qo'yilgan. Xullas sekin-sekin o'sha piltaga tayyorgarlik ishlari tugatilib, Auch blogimizda ham xudo xolasa tez kunlarda ikkinchi etajga g'isht terish ishlari boshlanadi. Va A2 blogdan so'raganlar uchun xudo xolasa u yerga ham mana piltalari keltirib qo'yilgan, piltalari o'rnatilib, birinchi etajga g'isht terish ishlari boshlanadi. Yana ozgina sabr qilib turasizlar. Xudo xolasa tez kunlarda hamma bloglarimizda ish jarayonlari o'z vaqtida ketmoqda. Sekin-sekin xudo xolasa biz o'sha va'da berganimizda 2027-yilda oxirigacha dedikmi? Albatta bu biz ulguramiz sizlarning duolaringiz bilan. Azizlar, A2, A4, Auch xullas qaysi blogdan kim uy xarid qilgan bizlar imkon qadar kommentariyada o'zlaringiz izohlaringizni qoldirib, mana shu yerda ishlab turgan ustalarimizni bir duo qilib o'tsangizlar, bular yana xursand bo'lib kuch-quvvat beradi bularga. Keyin doimiy ta'kidlab turaman, imkon boricha mana shu videolarimizni xonadon qayerdan qilsam, qayerdan uy olsam deb yurgan tanish bilishingiz bordir, qarindoshingiz bordir, uzatib qo'ying. Knopkani bosib uzatib qo'ying. Zero siz sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Mana shu yerdan xonadon xarid qilib, siz duo qiladi o'shani. Sababi bizda hech qanaqa foiz penalar yo'q, hech qanaqa kafil kerak emas. Bitta pasport evaziga bitta xonadonlik bo'lib qolasiz va eng muhimi foiz penalarsiz. Ozgina kechib qolib, chunki har bittamizda har xil holat bo'lishi mumkin. Kasalchilik, mehmondorchilikni o'zbek biza mehmondorchiligimiz ko'p. To'lovga imkoniyat sal bo'lmay qolgan taqdirda ham bizda kechikkan kuniga foiz olinmaydi. Sizlar hech qanaqa foiz penalarsiz bizda xonadonlarimiz 60 oyga o'z tan narxini bo'lib to'lashga berilmoqda. Agar bosh to'lov qilamansangiz, bosh to'lovga yana skidkalarimiz bor va yana harbiy shifokormisiz yoki o'qituvchimisiz kvadratiga 100 ming so'mdan yana skidkamiz bor. Imkon qadar mana shunaqa tanishlaringizga uzatib qo'ying va siz sababchi bo'lib qoling mana shu yerda xonadon olishga. BBS Holding kompaniyasi albatta 2027-yil oxirigacha mana shu yerdagi 8 ta blok sotuvga chiqarganmiz. Mana 8 ta blogimizni tayyorlab, ta'minlik, ta'minsiz hammasini kalitlarini albatta sizlarga topshiramiz va siz duo qilib tursangiz bo'ladi. Hammaga omad, sog' bo'lishga, salomat bo'lishga, majbursiz qolgan qismlardan qisqa videolarni tomosha qilib, videolarni jo'natib qo'yish esidan chiqmasin. Sog' bo'ling. Siz uchun ishlab, siz uchun kulib, BBS Holding doim yoningizda turib. Yangi O'zbekiston, G'ijduvon, yangi O'zbekiston, G'ijduvon, arzon uylar, katta imkon. Yangi O'zbekiston, G'ijduvon, Bezod Bahronov, rahmat sizga, bejoz ko'ngli doim. BBS Holding, nurli kelajak sari.